bundoq qaraganingizda qo'rqitgan o'lim bormi? Yuvayotganingizdami yoki bo'lmasa ko'mayotgan paytingizda? Baribir bo'ladi-ku, esda qolib ketgani. Farzand og'a dedi. Bir xonadonga bordim. Bir ota farzanddan ayrildi. Sug'ut tortgani bordi, keyin vaqt bo'lib qoldi. Janozani tezlashtiringlar işte. Shuna kirsam 7 yashar farzand ekan. Bitta o'g'il ekan o'yladi. Endi ani shunaqa bolani yuzidan nur yog'ilyapti, tabiiy go'zal. Qizlar hijolat bu bolani oldida. Shunaqa kulyapti. Ayollar xayrlashib ketdi, onasi chiqib ketdi. Aka-ukalar, amakilar qoldi. Ota yotib olgan yoniga. Okeyot. Mani o'g'lim yolg'iz yotishdan qo'rqadi. Kechasi 1da kelsam ham, 2da kelsam ham o'tamsiz yotmayman deb kutib o'tirardi, deb aytibdi. Qanaqa qorong'u joyga borib o'tadi. Mani biriga ko'mgan edi. Farzandimdan bir hayot yo'q edi. O'sha yerda shunaqa yig'ladim, ta'sirlanib ketdim. O'lim yosh tanlamas ekan, kattami, kichkinami, farzand og'ayman. O'shanda yosh bolalarga borsam ta'sirlanib ketaman. Kattalar buncha ta'sirlanmaysan. Lekin men bu go'daklarni suvga tortayotganda men aytaman. Qaraganda ishini bitirib olgan, tugatib olgan demas ekanda. Olib ketarkan bari. Kutilmaganda keladi.